Assalomualaikum. O'zbekiston xalqi, otalarimiz, bobolarimiz, onalarimiz, momolarimizni sog'liq va salomatlar salomlar bo'lsin. Bugun men barchangizga o'zbek xalqini bu qutlug' ayyom, Navro'z ayyomi bilan muborakbod qilaman. Albatta tabriklayman. Salomatlikni Alloh yog'dirsin. Yurtimizni Xudoyim Allohimiz osoyishtaligini berib turibdi. Osmonlarning musaffaligi, dehqonchiliklarimizni barakatini berdi, daryolarning barakatini berib turibdi. Xudoyim hammamiz sabr qilguvchimiz, hammangiz ham o'zbek xalqi, hammangiz Allohning oldidan yorug' ko'zi bilan o'tib ketishsa men tilakdoshman. Bu dunyoda hammamiz o'tib ketamiz, lekin O'zbekiston davom etadi. O'zbek xalqi davom etadi. Davom etsin. Gullasin, yashasin. Prezidentimizga sog'lik, salomatlik tilayman. Shavkat Mirziyoyev, men